Yurtimizda energetika sohasini modernizatsiya qilish, yoqilg'i energiya resurslaridan tejamkor va samarali foydalanish, shu orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Taxiatosh neft bazasi mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli Eliqal'a neft bazasida tadbirkorlik subyektlari, jumladan yoqilg'i energiya ta'minoti bilan shug'ullanuvchi korxona va tashkilotlar vakillari bilan ochiq muloqot o'tkazildi. Uchrashuvda O'zenergiya inspeksiya mutaxassislari tomonidan ishtirokchilarga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ 54-son yoqilg'i energiya resurslaridan foydalanish sohasida davlat nazorati samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori, Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 31-maydagi 319-son qarori, shuningdek O'zbekiston Respublikasining energiyani tejash, undan oqilona foydalanish va energiya samaradorligini oshirish to'g'risidagi hamda litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilish tartib-tamoyillari to'g'risida qonunlar mazmun mohiyati atroflicha tushuntirildi. Tadbir davomida ishtirokchilarga energiya sarfini kamaytirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish usullari, hisobga olish uskunalarini to'g'ri o'rnatish va kalibrovka qilish talablari, shuningdek qonunchilikda belgilangan normativ hujjatlar va ularning amaldagi ahamiyati bo'yicha huquqiy hamda amaliy tushunchalar berildi. Shu bilan birga ochiq muloqot shaklida o'tgan uchrashuvda tadbirkorlarning fikr va takliflari tinglandi, mavjud muammolar muhokama qilindi. O'zenergiya inspeksiyasi xodimlari tomonidan har bir masala yuzasidan amaliy tavsiyalar berildi. Tadbirning asosiy maqsadi yoqilg'i va energiya resurslaridan oqilona foydalanish madaniyatini shakllantirish, energiya samaradorligini oshirish, isrofgarchilikka yo'l qo'ymaslik hamda sohaga oid qonun hujjatlarining to'liq va samarali ijrosini ta'minlashdan iboratdir. Mine bugun Eliqal'a rayoni, Beruniya rayoni ham To'rtko'l rayonida joylashgan ishbilarmonlik subyektlar bilan O'zenergiya inspeksiya Qoraqalpog'iston Respublikasi aymoqlik boshqarmalari xonadonlari tomonidan hozirgi kunda mamlakatimiz tomonidan qabul etilib o'tirgan qarorlar, prezident farmonlari hamda Vazirlar Mahkamasining qarorlarining bo'yining mazmun mohiyatini, ularning aldımızga qo'yilgan ishlarning durust amalga oshirilуы bo'yicha tushuntiruv жұмыслары, seminar жұмыслары olib borildi. Bu yerda bugun qatnashgan tadbirkorlik subyektlarini prezident qarori bor, 54-sonli. Сол qaror bo'yicha hozirgi kundagi jango'g'i energiya resurslarini tejev, ulardan unumli foydalanu, durust foydalanu, nizomga say foydalanu bo'yicha ishlanu kerak bo'lgan жұмысларды tushuntirib o'tdik. Tadbirkorlik subyektlari bo'yicha bu yerda o'zlarining qiziqtirgan so'rovlari bo'yicha tushunliklar olib o'tdi. Hamda Vazirlar Mahkamasining 319-son qarori bo'yicha bugungi kunda jango'g'i energiya resurslaridan unumli foydalanu, ularga nizomga say foydalanu bo'yicha tushunuk жұмыслары olib borildi. Seminar davomida ishbilarmonlik subyektlari o'zlarining qiziqtirgan so'rovlarini berdi. Bu bo'yicha so'rov-javoblar amalga oshirildi. Ham kelajakda aldımızga qo'ygan rejalarning biri shu ishbilarmonlik subyektlarini shunday qarorlarimizni hamda ularning ahamiyatli bo'lgan amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlarni tushuntirib boruvdan hisoblanadi. Bunday profilaktik tadbirlar nafaqat tadbirkorlik subyektlarining xabardorligini oshiradi, balki iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida energiya tejamkorlik siyosati samaradorligini yanada kuchaytirishga xizmat qiladi.